Assalomu alaykum aziz futbol ishqibozlari, futbol sevar do'stlar. Siz futbol fanatlari kanalidasiz. Sizlar uchun eng qiziqarli futbol ma'lumotlarini yetkazishda davom etamiz. Demak, kecha tunda Angliya Premyer Ligasida navbatdagi tur o'yinlari o'tkazildi. Xususan Manchester City Newcastle ni qabul qildi va yirik hisobda va ishonchli hisobda g'alabaga erishdi. Yakuniy hisob 3-1. Abduqodir Husanov to'liq maydonda harakat qildi va harakatlari doimgidek ijobiy bo'lib turdi. Do'stlar, o'yin ajoyib o'tdi va Manchester Cityning to'liq ustunligida kechdi o'yin va Gvardiola bu o'yin haqida to'liq qoniqqanligini yuz ifodasidan bilib olsak bo'ladi do'stlar. Bu o'yinni tomosha qilinglar, sizlar uchun eng qiziqarli holatlarni terib chiqishga harakat qildik. Do'stlar, bizning chiqarayotgan kontentlarimiz sizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa, videolarimizga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Hamisha bizni qo'llab-quvvatlang. Omad siz va bizni aslo tark etmasin. Video davom etadi. Kech yo'q.